Hammaga salom o'rtoqlar, sizlar bilan Mayana Sherina. Bugun sizlar bilan 2 kunlik vlog videomizni olamiz. Birinchi lokatsiyamiz erkaklar va ayollar do'koni Aura. Keyin bolalar do'koni. Mana shunaqa Mitvoyga keldik. Bu joyda konstovar deysiz, maktab forma yoki kitoblar deysiz, hammasi bor. Keyin Sini traktorni mana shunaqa na ferma degan kitobi bor ekan. Juda ham o'sha videosida ko'rishingiz mumkin. Qanaqa hayvon bo'lsa hammasi bor. Вообще zo'r. Keyin biz Mitvoyda narsalarimizni olib bo'lib, 3-lokatsiyamiz Mikoga bordik. Mikoda hamma oyoq kiyimlar yo'qdi. Обязательно mana shular, lekin menga kichkina ekan. Keyin bizlar narsa yeyish uchun shunaqa estetichniy vibe'da Ola burgerga bordik. Bu yerda bizlar pizza oldik, snack, bizlar chips olib, kino ko'rib o'tiramiz. Keyin bugun sizlar bilan ikkinchi kunimiz boshlandi. Ikkinchi kunimizni boshlab oldik va ikkinchi kunimiz uchun bizda juda ham ko'p planlarimiz bor. Birinchi bo'lib bizlar uydan chiqib olib, bozor tomon yo'l oldik. Probka davomida siz aytishingiz mumkin, nega siz faqat jiyaningizga konstovarik maktab forma olyapsiz deb aytishingiz mumkin. Chunki bu yerda juda ham ko'p mashina hammasini bilganman. Endi sizlar buni sharti shu videoda 10 ta like bo'lishi, bozorga Telegram kanalimda konstovarlar olish va YouTube kanalimda yangi 5 ta obunachi. Shu shartlarni bajarib bo'lganlaringizdan so'ng shu video chiqadi. Keyin bizlar bozorga kelib bo'ldik. Jiyanimni akasiga mana shunaqa maktab uchun kiyimlar, oyoq kiyimlar olib bo'ldik. Men yoqtiradigan Lilini искусственныйsi kelibdi. Keyin bizlar konstovar olishga qarasam, mana shunaqa bloknotlar bor ekan va вообще kalkulyatorlik. Mana shunaqa konstovar bizlar har doim shu joydan olamiz. Chunki bularning narsalari menga juda ham yoqadi. Keyin narsalarimizni olib bo'lganimizdan so'ng taksiga o'tdik. Mana back to school videoni ko'rishni xohlasangiz, shu videoda 10 ta like yig'ing va yangi 5 ta obunachi, Telegram kanalimda esa 10 ta bo'lishim. Hammaga xayr.